Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amma, jonimmi? Oyimni qarg'amadingizmi? Iltimos, oyimni qarg'amang. Mohlar oyim, bu nima deganing? Oyingni nega qarg'ayman? Iltimos, oyimni qarg'amang. Ota-onalar qilgan gunohlari hammasi farzandlariga urar ekan. Iltimos, oyimni kechiring. Meni yaxshi ko'rasiz-a? Ukammichi, singlimmichi? Bizni yaxshi ko'rasiz-a? Albatta, Amilani yaxshi ko'raman. Bu nima deganing? Men ham sizni yaxshi ko'raman. Hozir oyim sizdan kechirim so'raydilar. O'ta deb kechirim so'raydilar. Sizni yomon ko'rsalar ham, biz baxtsiz bo'lmasligimiz uchun ham kechirim so'raydilar. Kechirim so'rang. Kechiring, Malikaxon. Amma kechirim so'radilar. Kechirdingizmi? Kechirdim Mohlar oyim. Amma agar sizlarni pocham bilan to'laqonli baxtli bo'lishingiz uchun farzand kerak bo'ladigan bo'lsa, mana men sizlarga farzand bo'laman. Mohlar oyim, nimalar deyapsan? Mohlar oyim, ko'zingni och. Nima bo'ldi? Ko'zingni och. Ko'zingni och, qizim, qo'rqma. Mohlar oyim. Nima bo'ldi?